Biz yashab turgan hozir davr texnologiya davri bo'ladi, rivojlanish davri bo'ladi. Ko'ryapsiz boshqa davlatlarda qanday holatlar bo'lyapti, rivojlanish qanday bo'lyapti. Biz oddiygina internetga kirib beda-pirslarni muhokama qilib o'tiribmiz, galamiz gap talashyotibmiz. Unday emas. Yoshlar, o'zlaringizni iqtidorlaringizni sinangizlar. Rivojlanish davrida rivojlanish kerak. O'zimizni davlatimizda qanday avliyolar o'tgan, qancha ilm egalari o'tgan. Ilm uchun bel bog'langizlar. Hozir mana shunday bir she'rimiz bor, sizlarga eshittiramiz. Tug'ildim shu yurtda men baxtiyorman, shu el uchun bel bog'lagan shunqorman, to'y bazimda xonadoni ul viqorman, ko'z tegmasin hurriyat bu zamona, bir hamjihat bo'ling bir dam omona. Ko'z quvnaydi ko'rib qancha binolar, ko'rki bo'lib maqbara va minolar, duodadir olimlar ulamolar, ko'z tegmasin hurriyat bu zamona, bir hamjihat bo'ling bir dam omona. Rizq nasiba to'liq bo'lgan bu makon, ko'rmoq istab sharqu g'arbdandir mehmon, bizlar uchun yo'llar ochiq bor imkon, ko'z tegmasin hurriyat bu zamona, bir hamjihat bo'ling bir dam omona. Yo'lboshchi bor Xudo bergan shavkati, hech so'nmasin shijoati g'ayrati, bu o'lkaga dunyoning bor hayrati, ko'z tegmasin hurriyat bu zamona, bir hamjihat bo'ling bir dam omona. Ilm olingizlar, birdam bo'lingizlar.